Shu desanglar osinjonlarim, bugun ertalabdan kechgacha qancha ish qila olishimni sinab ko'rdim. Ertalab turib qarasam, soat 8 tashqariga chiqsam, havo ancha sovuq. Haftani yakshanba kuni uxlab dam olaman. Birov uyg'otsa ham turmayman. Sababi men haftani boshqa kunlari kech uxlab erta turaman. Bolalarim maktabga bormaydi, qiladigan ishim yo'q. Shuni hisobiga xohlaganimcha uxlayman. Bu odatimga uydagilar ham ko'nikishgan. Yakshanba kuni meni umuman turgizishmaydi. Mana shu zinalarni kraskalayib turganimda sementlar etmagan ekan. Dilafruz bizni kraskalama hali endi Uchqo'rg'onni ko'rsatib, ko'taning uzilguncha attirgizamiz o'zimizni demagan ekan. Mayli endi Lalito kuyib bo'ldi, o'zimga bunaqa va birovaga mazza qilib kunda to'raman ovsinjonlar. Hozir to'rtta o'sroq keladi, mencha uyingiz bardagi chiqib ketibdi, siz o'zingizcha uborkachi kelini dizu deb qo'yishadi ovsinjonlarim. O'sroqchalarim, ba'zi bir ichqora yag'irma g'archalari. Koshonamizda bir hafta usta ishladi ovsinjonlarim. Hamma joyimiz changga botib yotibdi. Shuning uchun uborka videolar ham joylanmadim. Batareyali bo'ldim ovsinjonlar va nihoyat meni ham uylarimda endi batareya bor. Qishda pechka yoqib, remont qilgan uylarimda rasvosini chiqarmayman. Omala kelgan shu trapkalarim jon rohat ekan, ishlarim ancha yengiladi bularni zakaz qilganimdan beri. Koridorda tozalash ama oson bo'lmadi. Shu podstavka ham changga botib qolgan ekan. Yaxshilab artib, keyin polga navbat keldi. Polda 10 marta artdim ovsinjonlar, baribir changi ketmadi. Orada erim kelib qoldi. Yotoqxonadagi mebellarni yana joyiga qo'ydirib oldim. Har safargi videolarimda aytganimdek, bu mebellar ishlabmas, u uydan bu uyga olib kirib, har hafta buzib, qurilib eskirdi ovsinjonlar. Hali yana 10 yil xizmat qiladi, ishonaveringlar. Aytganchalik ba'zi bir aqlchilar aqlvatirlarga ham javob berib ketib, mana shu shvabrada 3 ta zapaska nasatkasi bo'ladi. Uyni ichiga men ham ahmoq emasman, jin emasman, zinani atgan nasatkamni olib kirib uyda atadigan. Sizlarning aqlinglar yetgan narsaga biz ham aqlimiz yetadi. Iltimos qilaman, odob doirasida kommentariya yozinglar. Odobdan tashqari javoblarni olib olishinglar mumkin. Xo'sh ovsinjonlar, nechchigacha ish qilishga kuchim yetadi? Buni sinab ko'ramiz. Bilmayman, hozir soat 2 bo'ldi. Orada obedlanib keldim. O'quvchi keladi, ularni kuzatib bordim. Keyin yotoqxonaga o'tib, yaxshilab pilisosladim. Yotoqxona ham turpoq bo'lib yotibdi, devorlar teshgan, kattagina batareya o'rnatishgan. Aniq bilaman, nech pulga tushdi Dilafruz batareya deb so'raysizlar. Pechkali, ko'mirga, tokka, gazga moslashtirilgan. Biz ko'mir yoqamiz ovsinjonlarim, 20-21 million atrofida tushdi. 2 ta hammom, oshxona va 3 ta xonaga 21 millionga tushdi. Orada sovg'alarimni ham ochib, ko'zlarim qunab, xursand bo'lib qolgan ishlarim davom ettirdim. Chang tugamadi ovsinjonlar, hamma joyga o'rnashib ketgan. Soat 3 dan ham o'tib ketdi. Bu trapkani ham internetdan zakaz berganman. Bittada changni olib, yaltiratib qo'yarkan mebellarga zo'r ekan ovsinjonlar. Ovsinjonlarim, men nima uchun remont qilaman? Misol uchun uborka qilsam 2 kundan keyin hamma yoq rasvo bo'ladi. Ovqat qilsam yeb qo'yishadi. Remont qilsam u qoladi-da, ancha vaqtgacha ko'zlarimni quvnatib turadi ovsinjonlar. Ba'zi o'ylab bo'laman-da, shu remontlarni o'z qo'llarim bilan o'zim qildimmi-kina? Voye, buncha maladesman. Ey xudo, shunaqa ham malades bo'lamanmi ya deb qo'yaman o'zimga o'zim. Aytganchalik, sizlar remont qila olmasalaringiz, tashvish chekmay qo'yaveringlar. Gift konkursimga 2 xonali uyda remontini qo'yganman. Elegant Stroy jamoasi yuzga borib, hamma xarajati ichida 2 xonali uyingizda chotki, motki, chiki qilib remont qilib, hamma xarajatlar ichida sizga topshiradi. Gift konkursda ishtirok etasiz. Menga va men obuna bo'lgan 58 sahomiga bitta obuna bo'lib qo'yasiz. Albatta 200 mingta bo'lgan kunimiz g'oliblarni aniqlaymiz va uylarini remontini sovg'a qilamiz. Uborkalar tugadi, men ham tugadim.